sigara to'ylar yaxshi. Yoshlarni chiqarish yaxshi. Hammalarga salomat. Oyoqda olib, sal nimalar qilib o'tiraman. Mana bu guvohlardan bir yozib olaylik. Subhanallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimatının her bir insan, Müslüman, mümin, ben degan insan albatta bilish shart. Endi shu kalimatlarni bilmasa bo'lmaydi. Allohning yagonaligi aytamiz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Shuni adabdan aytib beringchi. لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Rahmat. Mana kalimat aytib bering. Hozirgi mana ardoq bo'layotgan kalimat aytib bering. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Rahmat. Demak, qancha baylasak bo'ladi? Buni Abu Bakr hal qiladi. Mahr. Aytavering. 2 milyon. Bo'lmaydi. Demak, eshityapsizlar hammalaring. Mana Abu Bakrdan mahrga 2 million qo'yaptilar. Shunaqami? Xo'sh, biz 2 millionni biz yarmisini to'yda kirishtirmay tashlashga ketdi deb faraz qilamizda, sof 1 million pul bilan sotib qo'yamiz. Bu roziman deb javob berasiz. Endi o'z navbatida kuyov bola siz qabul qildim. Biz sizga savol beramiz. Qabul qildingizmi deganimizda, qabul qildim degan ovoz bilan bo'ladi. Ha? Xushnozaxondan so'raymiz. Xushnozaxon, Nasrulloh qizi, siz Allohning roziligi bilan Abdulg'affor Sherzodbek o'g'lini o'zingizga tam mahram bo'lishga rozimisiz? Ha, bu yerda hech kim ovoz chiqmadi. Bir aloqa qilishar ekan. Qizlar. Ha, endi yana qaytarib turayman. Qizlar. Roziman. Ha, barakallah, rahmat. Va nihoyat qizimiz rozilar. Rahmat. Eshitdingizmi? Hamma eshitdik. Mana bu Xushnozaxon Nasrulloh qizimni o'zingizga tamarrini qabul qildingizmi? Qabul qildim. Qabul qildingiz. Qizlar eslaydi. Qizlar. Mana, hikmat olib chiqasiz.